أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Ey duaga cevap beradigan Allah'ım, sen bizge bizning can tomurlarımızdan yaqinsan. Rahimdil, afuvchan ve mehribansan. Ey emmiga qodir Perverdigarimiz. Ey yalğuzlarning yaqini, yalğuzlarning do'sti, yetimlarning do'sti, charisizlarning yordamchisi, namratlarning cheksiz boyligi, ojizlarning kuchi, g'arib kishilarning panogohi bo'lgan Allohim. Alqishlarning hammasi sana bo'lsin. Maqtashlarning hammasi sana bo'lsin. Bütün medihe ve sanalar sana bo'lsin. Ve bütün minnettarlıklar sana bo'lsin. Biz ifadeleyemeyen ve ifadeleyemeyen her xil özgüçe alkışlar, medihe sanalar, çeksiz hamdü sanalar fakatla sana bo'lsin. Ey Rabbim, şundakla bütün lanet ve kargışlar, bütün beddualar, zalim Xitayga, şeytanlarga, deccallarga, tağutlarga ve bütün zalimlarga bo'lsin. Amin. Ey Rabbim, biz Sharqiy Turkiston xalqi faqat sana ibodat qilamiz ve faqat sendan yordam tilaymiz. Biz faqat sen uchun duo qilamiz ve faqat sana secde qilamiz. Biz faqat sening oldingda egilamiz ve sana yaqinlashishni xohlaymiz. Biz erishmoqchi bo'lgan g'oyalarimizga sen orqali erishishni xohlaymiz. Bizni o'zingga yaqinlashtir. Biz sana do'st bo'lishni xohlaymiz. Biz seni suyamiz. Ey ulug' Allohim, biz ojiz bandalaring bo'lish sifatimiz bilan ba'zida seni rozi qiladigan ishlarni qilsakmi, ba'zida seni norozi qiladigan xatoliklarni sodir qilib qolamiz. Bu haqda oldinga keladigan yuzimiz yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, biz sening huzuringga keldik. Bu yo'llarimizni egib, qo'limizni sana ochdik. Hojatlarimizni sendan o'tinib so'raymiz Allohim. Bizga bizning berbat holimizga ko'ra emas, sening mehri shafqatlik ismi sifatlaring bilan muomala qildik. Sen bizga yarasha emas, sana yarasha muomala qilgin. Ey Rabbimiz, biz sening g'oyat zo'r shafqatingga, yordamingga, mag'firatingga, shafqatingga muhtojmiz. Biz sendan yordam so'raymiz. Biz o'zimizning loyiq emasligimizni, yüzümüzün yo'qligini bilamiz. Ammo bizning sendan boshqa boradigan yerimizning yo'qligini bilamiz. E'tirof qilamiz va iqror qilamiz. Shundoq iqror qilamizki, sendan boshqa tayinadigan yo'lanchimiz yo'q. Sendan boshqa yordamchimiz yo'q. Sendan boshqa başimizni silaydigan boshpanahimiz yo'q. Sening ishkingdan boshqa boradigan yerimiz yo'q. Biz seni xohlaymiz, seni suyamiz, sen bizning g'oyimizsan. Bizning qilmoqchi bo'lganimiz seni rozi qilishdir. Bizni, ota-onalarimizni, aka-inilarimizni, och-singillarimizni, bütün qavm qarindoshlarimizni ve bütün Sharqiy Turkiston xalqini, bütün Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini affu qilgin Allah'ım, mağfiret qilgin Allah'ım, bizden razı bo'lgin, bizga yardım qilgin, ya Rab. Ey Allah, sen hammaga qodirsan. Sen bana dua qilinglar, duoyinglarni ijobat qilaman dedim. Yana eğer duoyinglar bo'lmasa, Rabbinglar sizlarga pisand qilmaydi dedim. Biz aciz bandalaring sening darvozangga keldik. Sana dua qilib yalvaramiz. Samimiy duoyimizni ijobat qilgin. Bizga javob bergin.
bizni qabul qilib, suyumlik bandalaring qatoriga kirgizgin. Biz haqiqatni haqiqat deb biladigan va haqiqatga ergishadiganlardanmiz. Bizni yolg'onni yolg'on deb qaraydigan va botildan qochadiganlardan qilgin. Bizni mushu ulug' Ramazonda sening marhamatingga, mag'firatingga va roziliqingga erishganlar qatoridan qilgin. Mushu ulug' Ramazonda jahannamdan ozod bo'lganlardan qilgin. Ey Allohim, mushu ulug' Ramazonning haq hurmati vatanini ozod qilib, mustaqil qilib, tajovuzchilardan, ozod bo'lg'uchilardan qilib etgin. Bizni seni eslab turadigan, qalbi sening muhabbating bilan to'lgan, sening yo'lingda kurash qiladiganlar qatoridan qilgin. Bizni jannatga kirgan va do'zaxdan qutulganlar qatoridan qilgin. Ey Alloh, sen kechirim qilasan. Kechirim qilishni bekla yaxshi ko'rasan. Bizni va barliq Sharqiy Turkistonliklarni, barliq musulmonlarni kechirgin. Biz sodir qilgan barliq gunohlarimiz uchun bizni mag'firat qilgin. Bizga rahim shafqating, kuyimchanliking va fazli kariming bilan muomala qilgin. Bizga kengchilik bilan muomala qilgin. Bizni kechirim qilish orqali bizga rahim qilgin Allohim. Bizga sab tövbe ve hidayet ata qilgin. Tövbemizni qabul qilgin va bizni mag'firat qilgin. Ey Rabbim, Uyg'ur millatiga, Sharqiy Turkiston xalqiga shafqatingni va iltifotingni aymagin. Chunki biz mazlum bir millatmiz. Shunga biz sendan boshqa hech kimga muhtoj bo'lishni xohlamaymiz. Bizni oxirgi nafsimizda iymon, islom va Qur'on bilan birga ko'chib kelganlar qatoridan qil. Ey Alloh, bizni vatanini va millatini qutqizaman deb sen uchun jonini bergan shahidlardan qil. Bizga va yaqinlarimizga go'zal o'lim nasib qilgin. Ey Alloh, bizni nafsimizning saran xohishi va orzularidan saqlagin. Bizni yo'lingga yetaklaydigan, taqvodor mujohid bo'lgan yaxshi bandalardan qilgin. Bizni boyligini, hayotini, bilimini ve hamma narsasini sening yo'lingda xarjlaydiganlardan qilgin. Bizni zalim Xitoy tajovuzchilari bilan kurash qilib, Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltiradigan iymonli bandalaring qatoridan qilgin. Bizga Xitoy tajovuzchilariga qarshi yordam bergin va bizga marhamat qilgin. Ey Alloh, sen Xitoyga va hokimiyatiga sinash uchun bek ko'p mol-mulk, iqtisod, sanoat va nurg'un boyliqlardan. Ey Allohim, Xitoy tajovuzchilari bu boyliqni boshqalarni sening yo'lingdan haqiqatdan va to'g'ridan to'sib olishga ishlatyapti. Xuddi bizga irqiy qirg'inchilik yurgizgandek, boshqa millatlarga mu irqiy qirg'inchilik qilishni planlayapti. Ey Alloh, Xitoyning mol-mulkini, iqtisodini, butun boyligini, sanoatini vayron qilgin. Shundaqla ular ichidagi butun zolimlarni halok qilgin. Ey Alloh, bu zolimlarni halok qilish orqali bizga mustaqilligimizni asliga keltirish yo'lini ochgin. Bizga mustaqilligimizni asliga keltirish fursati yaratib bergin. Ey Alloh, sen Rahman, Rahimsan. Azdurma ya Rab. Rahmatdan quruq qo'l yondurma ya Rab. Uyg'urning dadiga chaqirsam seni, rahmaylab qo'l uzat, chandurma ya Rab. Rahmating Uyg'urga qilsin tajalli. Xalqimni vatanda qirg'izma ya Rab. G'azabing Xitoyni bo'g'sin ajallik. Yurtimga suiqasdlar qildirma ya Rab. Esilsin darlarga Xi Jinping pushti. Kun yüzü ko'msin avlodi do'sti. Bo'lmasin hech kimning yurtimga qasdi. Düşmanga hech rohat ko'rgizma ya Rab. Düşmanning bir-birlab kulkusi o'tsin. Hammasi tamamen mazarga ko'chsin. Vatandan surilsin, do'zaxga ketsin. Azobda qolsinlar, o'ltirma ya Rab. Amin, amin, amin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك